Tayyorlanishi oson va juda ham barakali chiqadigan, zakazga tayyorlasangiz sizga yaxshigina daromad olib keladigan, ayni hozirgi sezonga mos olchali shirinlik tayyorlaymiz. Ishimizni un bilan saryog'ni krujka qilib olishdan boshlaymiz. Tuxum sarig'i, shakar, qatiq, smetana, razrıhli vanilin qo'shib, yumshoq qilib va qo'lga yopishmaydigan xamir qilib olamiz. Va xamirimizni ustini yopib, tindirgani olib qo'yamiz. Xamirimiz tinguncha endi olchalarimizni bettalab donagidan tozalab chiqamiz. Tozalab olgan olchalarimizni endi suvdan ajratib olamiz. Suvdan ajragandan keyin olchalarimizni gazga qo'yib, shakar va kraxmal solib, nachinkamiz quyilguncha aralashtirib turamiz. Endi tvorogli nachinka qilamiz. Tvorogga shakar, tuxum oqi, kraxmal solib, uni ham aralashtirib olamiz. Endi tingan xamirimizni olib, zuvolachalar qilib olamiz. Mana shu xamirdan 32 ta zuvolacha chiqdi. Xamirni dumaloq shaklda yoyib olamiz. Juda ham yuqa qilib yoyib olmanglar, bo'lmasa xamir pishayotganda yorilib ketishi mumkin. O'rtasiga choy qoshig'ida 2 xil nachinkamizdan solib, yaxshilab ochilib ketmaydigan qilib tugib olamiz. Hammasini listga joylab, qizigan duxovkaga chiroyli bo'lib pishguncha yuboramiz. Shirinliklarim pishguncha bu orada olchani suv oqqan oppoq sochiqlarimni tog'orachaga solib, bavidan qo'shib, osongina tezgina tozalab oldim. Ko'rib turganingizdek, olchani dog'laridan asar ham qolgani yo'q. Mana olchali shirinliklarim ham pishib chiqdi. Ustidan saharning pudralarini ko'pgina qilib sepib olsak, bo'ldi, shirinligimiz ham tayyor. Bilaman, sizga retsept yoqdi. Endi meni xursand qilib, yurakchani qizartirib qo'ying.